Assalomu alaykum, hurmatli musulmon do'stlar. Bizning qayrimdulug do'konimiz mana inshaalloh qayradan o'sha produktlarga ancha to'lib qoldi. Biz aytganidek o'sha o'zbekistonliklar salongsizlar qayrim do'kondan polkalarini ehson bilan to'ldirib qo'yaylik deb aytganmiz. Kichkina aqchamiz tushgan ekan, hozir biz olib inshaalloh muhtojlar bo'lsa kelib olib ketsangizlar bo'ladi. Boquvchisi yo'q, josh o'tirishi og'ir yuralarga besplatniy beriladi produktlar. Mana bizda bu produktlardan sirtqari kiyimlar da bor. Kiyimlar o'sha mezgilini to'g'ri keladigan kiyimlar bor. Bu kiyimlarda jemper, ko'ylak deganday. Agarda qanday narsa kerak bo'lsa, kelib olib ketsangizlar bo'ladi. Alloh razı bo'lsin ehson berganlardan. Inshaalloh do'stlik Alloh qayrimlik fondi el uchun xizmatga tayyor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.